Dunyo osmoni yana qora tutunga to'ldi. Gap shundaki, Eron zarbalari Birlashgan Arab Amirliklari hududiga yetib keldi. So'nggi sutkada Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi. Eron tomonidan uchirilgan raketa va dronlar Birlashgan Arab Amirliklari hududidagi muhim obyektlarni nishonga oldi. Havo hujumlari oqibatida qurbonlar bor, aeroportlar zarar ko'rgan. Mintaqada xavfsizlik bo'yicha favqulodda choralar kuchaytirilgan. Birlashgan Arab Amirliklari Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi bir sutka ichida mamlakat hududiga 137 ta raketa va 209 ta dron uchirilgan. Ularning katta qismi havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan yo'q qilingan. Hujumlar oqibatida Zayed xalqaro aeroporti Abu Dabi nishonga olingan. Natijada bir kishi halok bo'lgan, yana 7 nafar fuqaro jarohat olgan. Halok bo'lgan shaxs Osiyo davlatlaridan birining fuqarosi ekani ma'lum qilindi. Shuningdek, zarbalar Dubay xalqaro aeroportiga ham qaratilgani qayd etildi. Bu yerda jarohatlanganlar bor. Aeroport infratuzilmasiga zarar yetgani xabar qilinmoqda. Rasmiylar vaziyat nazorat ostida ekanini bildirgan. Qo'shimcha tafsilotlar kutilmoqda. Xo'sh, voqealar rivoji qanday yakun topadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu xabarni ko'proq insonlar ko'rishi uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.